Egilnishçe, Şarkı Türkistan'daki Xitay Cemaat Xavfsizligi nazorati aholilarning barliq uchurlarini tekshirish iqtidori bor bo'lgan Ündidar appsini yasab chiqqan bo'lib, bu orqali Şarkı Türkistan xalqiga qartilgan nazorat va kontrollikni texmi kuchaytirishni planlagan. Xitoy doiralari kelar hafta Şarkı Türkistanning Turpan shahrida temperaturning 50 gradusga yetishi mumkinligini aytdi. Xitoy davlatlik meteorologiya markazidan Fujiaolay Şarkı Türkistan'ның g'arbiy rayonida 29 iyulgacha muzliqlarning erib ketishining daryo va to'smalarga xatar ilib keladiganligini, bo'libmi Qirg'iziston chegarasiga yaqin bo'lgan Aqsu daryosining tarmoq yaqinlarida to'sma teshib ketish xavfi bo'ladiganligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, 2015-yili Şarkı Türkistan'ның Turpan rayonidagi Aydinko'lga yaqin bir havo stansiyasida temperaturaning 50,3 gradus ekanligi o'lchangan. Aqsaray Davlat Bexatarlik Majlisi Jake Sullivan Aspin bexatarlik munbirida so'z qilganda, Amerikaning Tayvanga qaratgan siyosati o'zgarmaydi. Washington talash tortishdagi Orol davlatining taraqqiyotini yaqindan kuzatyapti, dedi. Sullivan Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan to'qinishini yangi sovuq munosabatlar urushiga yo'tkash darajasiga yetkazishdan yanada ehtiyot qiladiganligini ko'rsatdi. Yaponiya vaqt gazetining xabariga qaraganda, Yaponiya Davlat Mudofaa Ministrligi Rossiya Ukraina urushi va Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi keskinlashayotgan jiddiy vaziyatga aloqador yillik mudofaa dokladini e'lon qildi. Ukraina urushining Hind-Tinch okean rayonidagi urush muddatining ta'sirini ta'kidlagan dokladda Yaponiya bosh ministri Kishida Fumioning bugun Ukraina ati Sharqiy Osiyo degan ogohlantirishiga yer berildi. 7-iyul istifa berganligini jakalagan Angliya bosh ministri Boris Johnson Yorkshir'dagi harbiy mashq lagerini ziyorat qildi. Bosh ministr Johnson lagerda mashq qilayotgan Ukraina askarlari bilan ko'rishdi va nurg'un harbiy uskunlar bilan suratga tushgandan keyin qo'l bombasi portlatdi. Xitoyning Gansu o'lkasidagi bir ko'mirkonning o'rilib ketishi natijasida 10 odam qazo qildi, 7 odam yaralandi. Doiralar xaroblik ostida qapsilib qolgan 17 odamni qutqizish xizmatining davomlashayotganligini bildirdi. Yana bir tarafdan Gansu o'lkasida yuz bergan tog' ko'mirilib tushish voqeasida 10 kishining hayotidan ayrilganligi xabar qilindi.